kvarplata. Kecha to'ladik-ku. Endi har kuni to'laysizlar. Yoqmayaptimi? Uyni bo'shatib qo'yinglar. Muldovga o'ting. Bugundan boshlab kvartira puli oshdi. Endi $300 emas, $3000 to'laysizlar. $3000? Yoqmayaptimi? Uyni bo'shatib qo'yinglar. 6 oylik shartnoma qilib qo'ydik-ku. Qanaqa shartnoma? Mana yozib qo'yibman daftarimga. 16-oktyabr Mo'minov Muslimbek oilasi chiqib ketadi, o'rniga Anton bilan Natasha keladi. $2000 olganman. Sen bo'lsa uyalmasdan 6 oyga $1200 bergan ekansan. Vijdon bormi, sovis bormi? Qayerga boramiz? Voy, aylanib keting. Hamma qayerdan bilaman qayerda yashaysiz. Ana eringizdan so'rang. Xullas gapim mudasi, mana bu yerda Moskvali Anton bilan Natasha yashaydi. Tushunarlimi? Mana bu tarafda Ukrainadan kelgan Anton bilan Karolina yashaydi. Tushunarlimi? Kechirasiz, o'zi bir holda yo'q. Shuncha odam qayerga sig'amiz? Maqatdan bilan maqatda turasanlar. Mana qaralaring. Agar sizlar ham shuncha pul bersalaring, balkonda turib tursanglar bo'ladi. Hozircha bo'sh. Rahmat, rahmat. Bir tarafdan-chi, qo'yganinglar yaxshi bo'ldi. Ana ikkita oila urushib ketsa, ajratib turasanlar.